Konditorskiy do'konlarda palon puldan turadigan shunaqangi fistashkani bugun sizlarga uy sharoitida bor yo'g'i 5000 so'mga 2 barobar ko'pini tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun videoga bitta like bosib, saqlab olsangiz yetarli. Bizga hamma do'konlarda sotiladigan shunaqangi qovoq urug'lari kerak bo'ladi. Qovoq urug'ini idishga solamiz va blender yordamida yaxshilab maydalaymiz. Ustidan 3 tomchi yashil hamda 2 tomchi sariq rang qo'shamiz va yana blender qilishda davom etamiz. Xuddi videodagidek ko'rinishda bir xil massaga ega bo'lgach, blenderni o'chiramiz. Do'konlarnikidan umuman qolishmaydigan fistashka uni tayyor. Buni endi chakchak va bo'g'irsoqlaringizga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Shu payt qaynonamlar piyolarni ko'tarib kirib qoldilar. Bu sarg'ayib yotgan piyolarda choyni o'zingiz iching. Qum yoki kul bilan yuvib tursangiz bo'lmaydimi desalar bo'ladimi? Oyijon 21-asrda kim ham qum bilan piyola yuvardi deb o'zim marketdan zakaz qilgan OxyClean pastam yordamida piyolarimni chinnidek qilib yuvib oldim. Bu orada yog' bo'lgan gazlarim ham qolib ketgani yo'q. Ularni ham xuddi shu pasta yordamida gubkani ko'pirtirib yuvib tozalab oldim. Siz ham xuddi shunaqasidan qidirayotgan bo'lsangiz, hoziroq pastaga havola orqali o'zim marketdan buyurtma qilishingiz mumkin.